Qur'onda darja kelingan toshda yer dumaloq deb kelmagan. Bo'li ploski. Oxiri bor bari. Yer qanaqa shaklda? Dumaloq shaklda. Bo'ldi, siz nima deb o'ylaysiz? Qanaqa yer, qanaqa shaklda? Bo'li ploski. Oxiri bor bari yerda. Yer oxiri. Jigar. Bo'lmasa sizni o'sha xona olib kirib, o'shani o'rgatishgan ekan. Yo'q, Qur'onda darja kelingan toshda yer dumaloq deb kelmagan. Nok shaklida deb. Tuxum Tuxum shaklida. Tuxum shaklida. Shunda qasadigan bo'lsa bari. Xo'p, mana qarang, yer oxiri qayerda? Qayerda? Nima deb o'ylaysiz? Oddiy insonlarga ko'radigan joy emas ular. O joylar. Antarktika nima запрещён zona qilib qo'yilgan. Prosta endi u joylar masalan sovuq bo'lgani uchun, odam uchun xavfli bo'lgani uchun zapret qilingan bo'lishi mumkin. Odam -100 da ham yashayveradi, -150 da ham yashaydi. Ishoning. Nimaga 1944-yil Amerikani 1000 ta soldatlar qochib ketgan? 39% bo'lgan. Nimani ko'rgan? Nimani ko'rgan? Endi qiziqdi sizga.